Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. Bu mavzuga 5 yoshdan oshganlar, 25-6 yoshga yaqinlashayotganlar, hozir pensioner bo'lganlar, ota-onasining pensiyasini olayotgan farzandlar. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasiga aloqador oilalar uchun bevosita ahamiyatli. 15 sentyabrdan keyin pensiya tizimi, hujjatlarni ko'rib chiqish tartibi, ayrim to'lovlar va hisob-kitoblar bo'yicha keskin o'zgarishlar muhokama qilinayotgani, deputatlar pensionerlar taqdiriga ta'sir qiladigan qarorlarni ko'rib chiqqani haqida ko'p gaplar yuribdi. Men bugun shu emas, aniq tushuncha beraman. Kim xavotir olishi kerak, kimga bu o'zgarish foyda berishi mumkin. Kim esa hujjatlarni hozirdan tartibga keltirmasa, keyin ovora bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Oldin qanday edi, endi nima o'zgarishi mumkin? Qaysi xatolar pensiya miqdoriga ta'sir qiladi? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarur? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shningiz yoki tanishingiz bilmasa, ular pulidan ayrilish yoki o'z huquqini vaqtida talab qila olmasligi mumkin. Avvalo bitta narsani aniq aytaman. Pensiya masalasida eng katta muammo ko'pincha qonunning o'zida emas, odamlarning hujjati to'liq emasligida, ish staji noto'g'ri kiritilganida, ish haqi ma'lumotlari tasdiqlanmaganida va fuqaro o'z huquqini bilmasligida bo'ladi. Oldingi tartibda ko'pchilik pensiyaga chiqish vaqtida oxirgi oyda hujjat yig'ishga tushardi. Mehnat daftarchasi qayerdadir qolib ketgan. Eski korxona yopilgan, arxivdan ma'lumot topilmaydi. Ish haqi haqida spravka yo'q. Ayrim yillar elektron bazada ko'rinmaydi. Natijada odam o'tgan yil ishlagan bo'lsa ham hujjatda 23 yil ko'rinadi. Pensiya esa shunga qarab hisoblanadi. Endi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iboratki, davlat pensiya va ijtimoiy himoya tizimini yanada raqamlashtirishga, ma'lumotlarni bazalar orqali tekshirishga, ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirishga, shu bilan birga noqonuniy yoki asossiz to'lovlarni aniqlashga harakat qilmoqda. Bu ikki tomoni bor jarayon. Bir tomondan halol ishlagan, hujjati joyida bo'lgan odam uchun qulaylik oshadi. Ikkinchi tomondan hujjatlarda bo'shliq bo'lgan, ish staji eski daftarchada qolib ketgan, ma'lumotlari bazaga tushmagan odamlar uchun tekshiruv kuchayadi. Oldin ayrim fuqarolar pensiyaga chiqadigan vaqtim kelganda borib hammasini hal qilaman deb o'ylardi. Endi bunday yondashuv xavfli, chunki pensiya bir kunda paydo bo'ladigan to'lov emas. U butun umringizdagi ish staji. Rasmiy daromad, sug'urta badallari, qonunda belgilangan imtiyozlar, harbiy xizmat, farzand parvarishi davri, nogironlik holati, zararli mehnat sharoiti kabi ko'plab omillardan tashkil topadi. Bitta hujjat yetishmasa, bitta sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bitta korxona nomi o'zgaragan tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kamayib ketishi mumkin. Men endi kim nimalarni bilish kerakligini qatlamma-qatlam tushuntiraman. Birinchi guruh. Hozir pensioner bo'lganlar. Sizga eng muhim narsa shuki, pensiyangiz qayta hisoblanishi, indeksatsiya bo'lishi yoki ayrim hollarda hujjatlar qayta tekshirilishi mumkin. Agar siz pensiyangiz miqdori noto'g'ri deb o'ylasangiz, hamma shunday olayapti deb jim yurmaslik kerak. Masalan, ikki kishi bir xil yoshda, ikkalasi ham o'tgan yil ishlagan, lekin biri 20 million 400 ming so'm, ikkinchisi 2 million 100 ming so'm olayotgan bo'lsa, bu farqning sababi bor. Kimdadir ish haqi ko'proq bo'lgan, kimdadir staj to'liqdan olingan, kimdadir imtiyozli davr qo'shilgan, kimdadir esa hujjat yetishmagan. Oddiy misol keltiraman. Gulchehra opa 28 yoshida pensiyaga chiqqan. U maktabda 28 yil ishlagan, lekin 1993 yildan 1998 yilgacha bo'lgan davr bo'yicha maktab arxividagi buyruqlar topilmagan. Pensiya jamg'armasi faqat tasdiqlangan davrni hisobga olgan. Natijada uning staji 23 yil bo'lib ko'ringan. Agar u arxivdan ishga qabul qilish va bo'shash buyruqlarini, ish haqi qaydnomalarini yoki maktab nomi o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni topsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Farq oyiga 200-300 ming so'm bo'lishi ham mumkin. Bir yilda bu 2 million 400 ming so'mdan 3 million 600 ming so'mgacha degani. Shuning uchun men doim aytaman, pensiyada kichik raqam yo'q. Bir yilning qiymati bor. Ikkinchi guruh 15-25 yosh oralig'idagi fuqarolar. Aynan sizlar hozir harakat qilishingiz kerak. Chunki pensiyaga hali 5-10 yil bor deb beparvo bo'lsangiz, keyin eski hujjatlarni topish qiyinlashadi.
korxona yopiladi, arxiv ko'chadi, rahbarlar almashadi, ma'lumotlar yo'qoladi. Agar siz 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, o'sha davr hujjatlari alohida e'tibor talab qiladi. Mehnat daftarchangizda muhr aniqmi? Ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'rimi? Korxona nomi to'liq yozilganmi? Lavozim ko'rsatilganmi? Buyruq raqami bormi? Shularni tekshiring. Masalan, Ravshan aka 22 yoshda. U 1996 yildan 2004 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Mehnat daftarchasida usta deb yozilgan, lekin korxonaning to'liq nomi qisqartirilgan. Keyinchalik bu korxona boshqa tashkilotga qo'shilgan. Agar Ravshan aka hozirdan arxivga murojaat qilsa, o'sha davr buyruqlarini topishi mumkin. Pensiyaga 8 yil qolganda bu ish osonroq. Lekin 6 yoshga yetganda bir oy ichida hammasini topish qiyin bo'ladi. Shu sababli men 41 yoshdan oshganlarga maslahat beraman. Pensiya yosh kelishini kutmang. O'z stajingizni hozirdan tekshiring. 3-guruh. Norasmiy ishlaganlar yoki ish haqining bir qismini konvertda olganlar. Bu juda og'riqli masala. Pensiya rasmiy ma'lumotga qarab hisoblanadi. Agar odam 20 yil ishlagan bo'lsa-yu, ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, davlat bazasida bu davr ko'rinmasligi mumkin. Agar ish haqi rasmiy ravishda kam ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi pensiya ham past bo'lishi ehtimoli yuqori. Masalan, fuqaro amalda oyga 5 million so'm olgan, lekin rasmiy hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Pensiya hisobida rasmiy summa ahamiyatli bo'ladi. Keyin odam men ko'p ishlaganman deydi, lekin hujjat boshqa narsani ko'rsatadi. 4-guruh. Nogironligi bor fuqarolar va ularning oilalari. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi masalasida tibbiy hujjatlar, komissiya xulosalari, qayta ko'rik muddatlari juda muhim. Ayrimlar komissiyaga borish muddatini o'tkazib yuboradi. Keyin to'lov to'xtab qoladi yoki kechikadi. Ayrim hollarda nogironlik guruhi o'zgarganda to'lov miqdori ham o'zgaradi. Shuning uchun men bunday o'yinlarga alohida tavsiya qilaman. Tibbiy xulosaning muddati, qayta ko'rik sanasi, shifokor yo'llanmasi, reabilitatsiya dasturi va shaxsiy hujjatlarni bir papkada saqlang. 5-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ham ko'pchilik barcha huquqini bilmaydi. Agar oilada voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talabalar bo'lsa, ayrim holatlarda ular boquvchisini yo'qotganlik to'lovlariga haqli bo'lishi mumkin. Lekin o'qish shakli, yosh chegarasi, nikoh holati, ishlash holati kabi omillar ta'sir qiladi. Masalan, farzand mendasi yoshga to'lgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma bilan to'lovni davom ettirish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'ladi. Endi kim xavotir olmasligi mumkin degan savolga kelaman. Agar sizning mehnat stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish haqi rasmiy bo'lgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz, JSHIR, bank karta ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ko'p xatolar odamning o'zi tekshirmaguncha bilinmaydi. Men amaliyotda ko'rganman, odam 25 yil bir joyda ishlagan, lekin bazada familiyasi eski imlo bilan kiritilgan. Natijada ayrim davr boshqa shaxsga o'xshab ko'rinadi. Buni vaqtida tuzatish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik, pensiya yoshiga yetgan kunning o'zi hamma narsa avtomatik hal bo'ladi degani emas. Tizimlar raqamlashtirilmoqda. Lekin fuqaroning arizasi, shaxsini tasdiqlovchi hujjati, bank hisob raqami, ayrim holatlarda qo'shimcha ma'lumotnomalar baribir kerak bo'lishi mumkin. Agar siz ariza berishni kechiktirsangiz, to'lov boshlanish sanasi va qayta hisoblash masalasida savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashgan odam kamida 2-3 oy oldin tayyorgarlik ko'rishi kerak. Ikkinchi noziklik, ish staji va ish haqi bir xil narsa emas. Ba'zi odamlar men 35 yil ishlaganman, demak pensiyam juda katta bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin pensiya miqdorida nafaqat yillar, balki rasmiy daromad ham ahamiyatli. 35 yil minimal ish haqi bilan ishlagan odamning pensiyasi 25 yil yuqori rasmiy maosh bilan ishlagan odamnikidan past bo'lishi mumkin, bu adolatsizlikdek tuyulishi mumkin. Lekin hisob-kitob tizimi rasmiy badal va rasmiy daromadga tayanadi. Shuning uchun yoshlar ham bu mavzuni eshitish kerak. Bugungi rasmiy maoshingiz ertangi pensiyangizga ta'sir qiladi. 3-noziklik, ayollar uchun farzand parvarishi davri, dekret ta'tili va
ishga qaytish sanalari to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ba'zan ayol kishi bir necha farzand tug'gan, yillar davomida bolalar parvarishida bo'lgan, keyin ishga qaytgan. Agar bu davrlar hujjatda noto'g'ri aks etsa, tay hisobida muammo chiqishi mumkin. Masalan, Malika opa 3 nafar farzandni tarbiyalagan, maktabgacha ta'lim muassasasida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga qaytish sanasi bor, lekin ta'til buyruqlari arxida topilmagan. Bunday holatda u ishlagan tashkilot yoki arxidan buyruq nusxalarini olishga harakat qilish kerak. 4-noziklik. Zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Ayrim kasblarda imtiyozli pensiya masalasi bo'lishi mumkin, lekin bu men zavodda ishlaganman degan gap bilan hal bo'lmaydi. Lavozim, sex, ish sharoiti, tarif ro'yxati, buyruqlar, mehnat sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, kimdir kim yo'q korxonasida oddiy ma'muriy bo'limda ishlagan bo'lsa, kimdir ishlab chiqarishning zararli uchastkasida ishlagan bo'lsa, ularning huquqiy holati bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun lavozim nomi hujjatda aniq yozilishi juda muhim. 5-noziklik chet elda ishlaganlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiya hisobida qanday ko'rilishi davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomasi, badallar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, bu davrni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, to'langan badallar haqidagi hujjatlar, tarjima qilingan va tasdiqlangan nusxalar kerak bo'lishi mumkin. Men bunday fuqarolarga maslahat beraman. Chet eldan qaytgandan keyin hujjatlarni yo'qotmang. Telefon rasmini emas, asl nusxalarni saqlang. 6-noziklik pensiya olayotgan odam ishlashni davom ettirsa. Ayrim holatlarda qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Har bir fuqaro o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Chunki pensiya turi ish shakli, rasmiy daromad va amaldagi tartib ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar ishlasam pensiyamni olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Boshqalar esa ishlasam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Ikkalasi ham har doim to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi yoki MyPHSgov uz orqali o'z ma'lumotingizni tekshirtirish. 7-noziklik bank kartasi va to'lov olish tartibi. Ayrim pensionerlar kartasi muddati tugaganini bilmaydi. Telefon raqami boshqa odam nomida, SMS kelmaydi. Bank ilovasidan foydalana olmaydi. Natijada pul tushganmi yoki yo'qmi bilmay sarson bo'ladi. Farzandlar ota-onasiga yordam berishi kerak, lekin bitta muhim narsani eslataman. Pensionerning kartasi va puli uning o'z huquqi. Hech kim, hatto qarindosh ham uning roziligisiz bu mablag'ni boshqara olmaydi. Agar pensioner yura olmasa, qonuniy vakillik ishonchnoma yoki uyga xizmat ko'rsatish tartiblarini o'rganish kerak. 8-noziklik. Ortiqcha to'lov va qarzdorlik masalasi. Ba'zan tizim xatoligi yoki fuqaroning ma'lumotni vaqtida bermagani sababli ortiqcha pul to'lanadi. Keyin davlat bu summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan talaba o'qishni to'xtatgan, lekin bu haqda vaqtida xabar bermagan. Bir necha oy to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda ma'lum bo'ladi va ortiqcha to'lov qarz sifatida chiqarilishi mumkin. Shu sababli men har doim aytaman. Holatingiz o'zgarsa, o'qish, ish, nogironlik guruhi, yashash manzili, bank ma'lumotlari o'zgarsa, tegishli idoraga vaqtida xabar bering. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi barcha yozuvlarni boshidan oxirigacha ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, korxona nomi, lavozim, buyruq raqami, muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar yozuv tushunarsiz bo'lsa, hozirning o'zida o'sha tashkilotga yoki uning huquqiy vorisiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. My.Doc.Akatibus pensiya jamg'armasi xizmatlari yoki mahalliy ijtimoiy himoya va pensiya bo'limlari orqali ish staji, to'lovlar va shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha ma'lumot olish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin parol va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. JSHShir pasport seriyasi, telefon raqami, bank kartasi ma'lumotlari noto'g'ri bo'lsa, keyinchalik to'lovda muammo chiqishi mumkin. 3-qadam. Hujjatlar papkasini tayyorlang. Men har bir 45 yoshdan oshgan odamda alohida pensiya papkasi bo'lishini tavsiya qilaman.
Unda pasport nusxasi, she'r ma'lumoti, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom yoki harbiy bilet. Nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosalar saqlansin. Hujjatlarni oddiy sumkada emas, tartib bilan saqlang. Har bir nusxaning ustiga qaysi yil va qaysi tashkilotga tegishli ekanini yozib qo'ying. 4-qadam. Ish haqi ma'lumotlarini oldindan aniqlang. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan eng muhim masalalardan biri bu rasmiy daromaddir. Eski yillardagi maosh bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, uni arxivdan olish vaqt talab qiladi. Arxivga murojaat qilganda umumiy gap yozmang. Aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganman. Pensiya tayinlash uchun ish haqi va ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi. Mehnat daftarchasi tegishli sahifalari nusxasini ilova qiling. 5-qadam. Pensiya bo'limiga borganingizda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizda savol, e'tiroz yoki qayta hisoblash talab bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada ism familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni oling. Chunki keyin men aytgandim degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. 6-qadam. Pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz bo'lsa, hisob kitobni tushuntirib berishlarini so'rang. Siz fuqaro sifatida pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Qaysi yillar stajga olingan, qaysi daromadlar hisobga olingan, qaysi davrlar rad etilgan, nima sababdan rad etilgan, bularni aniqlang. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma shaklida oling. Shunda siz qo'shimcha hujjat topib, qayta murojaat qilishingiz yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qilishingiz mumkin. 7-qadam. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning pensiyasini tekshirishda yordam bering. Ko'p keksa odamlar idora-idora yurishga qiynaladi. Internetdan foydalanmaydi, hujjatdagi xatoni ko'rmaydi. Lekin yordam berish degani ularning o'rniga pulini boshqarish degani emas. Ularga tushuntiring, birga boring, hujjatlarini tartibga soling. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, nogironligi bor, ko'rish yoki eshitish qobiliyati pasaygan pensionerlar alohida e'tiborga muhtoj. 8-qadam. Mish-mishlarga ishonmang, faqat rasmiy manbani tekshiring. 7-sentyabrdan hammaning pensiyasi to'xtaydi. Hamma qayta arza beradi. Kim hujjat topshirmasa pul olmaydi. Kabi gaplar ko'pincha vahima uyg'otadi. Har qanday yangilikni qonun, prezident qarori, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi yoki rasmiy idoralar e'lonlari orqali tekshiring. Agar tushunmasangiz, mahalla yuridik maslahat markazi, pensiya bo'limi yoki ishonchli mutaxassisdan izoh so'rang. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Eng katta yo'qotish vahimadan emas, vaqtida tekshirmaslikdan bo'ladi. 9-qadam. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiylashish haqida o'ylang. Hozir qo'limga ko'proq pul tegadi degan fikr kelajakda pensiya kamayishi bilan qaytishi mumkin. Rasmiy mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar, ish staji sizning kelajakdagi kafolatingizdir. Ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qilish uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. 10-qadam. Hujjatlarda familiya, ism yoki tug'ilgan sana farqi bo'lsa darhol tuzating. Ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan. Eski diplom boshqa familiyada, mehnat daftarchasi eski pasport bo'yicha yuritilgan bo'lishi mumkin. Bu odatiy holat, lekin uni tasdiqlovchi guvohnoma bo'lishi kerak. Aks holda tizim bitta odamning hujjatlarini turli shaxslar kabi ko'rishi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar juda muhim. Bugungi gapning eng asosiy mazmuni shuki, 15-sentyabrdan keyingi o'zgarishlar haqidagi xabarlar befarq qaraladigan mavzu emas. Pensiya masalasi faqat bugungi pensionerga emas, 45 yoshdan oshgan har bir odamga, ishlayotgan har bir fuqaroning kelajagiga tegishli. Oldingidek vaqti kelganda ko'ramiz deb yurish xavfli. Endi hujjat, elektron baza, rasmiy ish staji va to'g'ri ma'lumot hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Men sizga maslahat beraman, mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron ma'lumotlaringizni ko'ring, arxiv hujjatlarini oldindan oling. Pensiya bo'limiga yozma murojaat qilishni o'rganing va ota-onangizning pensiya hujjatlarini ham e'tiborsiz qoldirmang. Kim hujjatini vaqtida tartibga solsa, o'z haqqini talab qilish imkoniyati kuchli bo'ladi. Kim beparvo bo'lsa, keyin yillar davomida ishlagan mehnatini isbotlashga
qiynalishi mumkin. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz yoki ota-onangiz pensiyasi bo'yicha muammo bo'lganmi? Staj to'liq hisoblanganmi? Arxivdan hujjat olishda qiynalganmisiz? Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam o'z haqqini vaqtida himoya qiladi.